Siz aytishingiz bo'yicha nomer 1 quva anori, to'g'rimi? O'shaning uchun narxi qimmat hozir. Qani, bunaqa ko'rinishli anorlar Sherobodga 7000-8000 ming bo'lyapti-da. Lekin bu narxni nech bilasiz siz? 15 ming. 3 barobarga qimmat yoki quva anori. Zo'rligi uchun do'stmi? Zo'r kuchli-da anor, donni qarang, qop-qora. Hozir bir ikkitasini ochib tashaverasiz, hammasi zo'r chiqadi. Hammasini ochib beraman. Oching, qani 5-6tasini oching. Mana Quva anor nomida ko'rsanglar bo'ladi. Nomer 1 anor ekan, lekin ochaman. oching, qani. Mana Anoriga gap yo'q ekan, haqiqatan zo'r ekan. Anori zo'r, gap yo'q ekan. Shuning uchun qimmat ekan narxi aka, Sherobodnikidan zo'rligi uchun ne, to'g'rimi? Anor zo'r. Zo'ri Sherobod aka, mana. Mana Sherobod. Mana Sherobod. Sherobod. Aka biza video otuvdik aka. Yo'q. Nima deyapsiz? Ochinchi? Sherobod nomer 1. Xudo xolisi bugun yakun yashaymiz. Sherobod zo'rmi, Quvan anori zo'rmi? Doniga Ko'ramiz. Doniga zo'r mana. Sherobod nomer 1. Ha, nima deysiz? Sherobod nomer 1 mana. Zo'r aka. Mana donni solishdi. Donni qarang. Qaysi anor zo'r deysiz? Bu ham lekin yaxshi chiqdi, xudo xolisi. Nomer 1 Sherobod. Xo'p, akam aytishlari bo'yicha hozir qarang. %100 Quvan anori mana shunaqa chiqib beradi doni deyaptilar. Siz ham 100 chiqadi, 100 so'z o'rnat olasizmi? Sherobod 100 tali. Ha? Sherobod 100 tali. 100 talik deysizmi? Yo'q. Lekin narxga hisoblashing qarang. Kichkinagina anorni 16 ming, 17 ming deyaptilar-da. Bu anor 15 ming olsa ham nech bilasizlar buni hozir? 15 ming. Kelsa arzon qilib beramiz. Ha, yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Kommentariyada yozaveringlar. Sizga qaysi anor yoqadi? Ko'rayotgan anorimiz quvadan kelyapti. Narxi qimmat. 15 ming, 16 ming, 17 ming bo'lyapti. Lekin mana Sherobod anori ham doni yaxshi bergan. Mana qo'yin oldi, yana. Ko'rsak bo'ladi. Qarangda kattaligini ko'ring. 15 ming so'm bo'lyapti bu kilosi. Buni anori 17 ming so'mdan %100 zo'r chiqib beradi deyaptilar, xudo xohlasa. Kommentariyada yozib ketishingizdan chiqmasin. Hop, Quvani anori ham va Sherobod anori ham bizda sotuvda bor. Bir-birini sizga qo'yamiz. 3 xil anor. 3 xil anor kelyapti hozir. Qarang, Sherobod anori kelyapti, Quvani anori kelyapti va Afg'oniston anori sotuvda bor. Kelib olib ketsanglar bo'ladi, 15 mingdan 16 mingdan boshlanyapti 1 kilo anorlarimiz. Asartment ob'yom juda ham katta. Videoga like bosib qo'ying va o'zingiz fikringizni kommentariyada yozib keting. Quvani anori zo'rmi, Sherobod anori zo'rmi? Haqiqatan lekin anorlar hozir ham pishgan paytda. Mana men ochib beraman. 100% ochib tashiman do'stlar. Mana uni. Mana. Okam yomon jahllar. Mana uni. Jahli chiqib narxini ham tushirib bering hoji aka endi. Narxini shu qayerdan tushiraman?